Tabiat bizga tuhfa etilgan eng bebaho ne'matlardan biri. Bugun biz sizlarni tabiatning go'zal olamiga sayohat qilishga taklif etamiz. Bu yerda siz nafaqat yer yuzida yashagan va yashayotgan jonivorlar dunyosi bilan tanishasiz, balki sayyoramizning paydo bo'lish tarixini ham o'rganasiz. Tabiat inson hayotining ajralmas qismi bo'lib, u nafaqat yashash manbai, balki bebaho boylikdir. Tabiatni chuqurroq o'rganish, uning siri asrorlarini bilish va kelajak avlodga yetkazishda tabiat muzeylarining o'rni beqiyosdir. Markaziy Osiyoning eng yirik bo'lgan madaniy ma'rifiy maskanlaridan biri O'zbekiston Davlat tabiat muzeyi 1876-yil 12-iyulda asos solingan bu muzeyga ana o'sha paytda o'lkamizda faoliyat yuritayotgan geograf, biolog, o'lkashunoslar tomonidan mana shu hududning, o'lkaning tabiatga oid bo'lgan eksponatlari bir yerga yig'ilgan holatda bu muzey tashkil topgan. Mana bugunga kelib 1,5 asrlik tarixga ega bu muzey yillar davomida o'zini fondini boyitib borgan. Bugungi kunga kelib bu muzeyimizda 400 mingga yaqin eksponatimiz bor. Bular ichida eng katta qismini entomologik, ya'ni hasharotlar kolleksiyasi egallaydi. Ya'ni deyarli fondimizning 97% mana shu hasharotlarga tegishli. Ya'ni bu 356 mingdan ziyod bo'lgan eksponatlar o'rin olgan. Bundan tashqari 5 mingga yaqin zoologiyaga oid bo'lgan, 2 mingga yaqin bo'lgan geologiya va paleontologiyaga oid bo'lgan eksponatlar, bundan tashqari ornitologiya, ya'ni qushlar va aologiya tuxum namunalari mavjud. Muzey ekspozitsiyasidan muzey fondining 5% o'rin olgan. Ya'ni bu ekspozitsiyamiz 6 ta zal va 8 ta ekspozitsiyadan iborat bo'lib, unda biz nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo, balki dunyo tabiatida uchraydigan hayvonlarni, o'simlik dunyosi haqida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Ularning barchasi ilmiy konsepsiyalarga asoslangan diorama holatda yaratilgan. Dioramalar bu ana shu hayvonlarning yashash muhiti, qaysi hayvonlar bilan birgalikda uchrashi va ularning oziqa zanjiri haqida ma'lumot beruvchi ko'rgazma hisoblanadi. Mana shu ko'rgazmalarimiz orqali biza mana shu muzeyimizga tashrif buyurayotgan mehmonlarimiz uchun, xorijiy mehmonlarimiz uchun, talaba yoshlar uchun bilimlarni ulashib boryapmiz. Bu zalimiz yerda hayotning paydo bo'lish zali hisoblanadi. Bu zalimizda biz quyosh tizimini paydo bo'lishidan keyinchalik ana shu yer sayyorasidagi hayotning rivojlanish bosqichlari, u yerdagi flora fauna dunyosining o'zgarib borishi haqida gaplashib o'tamiz. Bu yerda eng qiziq bo'lgan eksponatlarimizdan biri bu Teshiktosh g'or bolasi. 1938-yilda arxeolog Aklatnikov o'zining ekspeditsiyasi natijasida Markaziy Osiyoda Bosin tog' tizmalaridan mana shu bola yashagan va uning qoldiqlari topilgan Teshiktosh g'orida bo'ladi. Mana shu g'orni o'rganish natijasida bu bolaning suyak qoldiqlari va arxa shoxlarini topib oladi. Keyinchalik mana shu suyaklarni yig'gan holatda antropolog olim Gerasimovga topshiradi. Gerasimov olim esa u bolaning jinsini, yoshini va tashqi ko'rinishini tiklab berib, bu haqida ma'lumotlarni yig'ib beradi. Tabiat muzeyida hayvonot va o'simlik dunyosi, minerallar, tog' jismlari, foydali qazilmalar, shuningdek qadimgi davrlarga oid tosh qotgan qoldiqlar namoyish etiladi. Bu eksponatlar orqali tashrif buyuruvchilar tabiatning boyligi, xilma-xilligi va murakkab tuzilishini yaqqol tasavvur qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Xo'p, bundan tashqari bu zalimizda qoyatosh suratlarini ko'rib o'tishimiz mumkin. Mana bu qoyatosh suratlarimiz O'zbekistonning Surxondaryo va Navoiy viloyatidan topib o'rganilgan. Surxondaryo viloyatidagi Zarautsal qoyatosh suratlari bugungi kungacha ochiq osmon ostidagi muzey sifatida ana shu tarixga qiziquvchilar tomonidan keng qiziqish uyg'otadi. Ana ulardan birga bir namuna olingan holatda muzeyimiz ekspozitsiyasidan o'rin olgan. Ularda asosan hayvonlarni ko'rib o'tishimiz mumkin va ov jarayonlari. Ya'ni bu yerda birinchi tasviriy san'atning paydo bo'lishi, ya'ni bu yerda ana shu insonlarning atrof muhitni anglagan holda, sekin o'rgangan holatda qoyatosh suratlariga rasm chizishgan.
Bu yerda esa bilamizki, ibtidoiy jamoaning birinchi davri bu paleolit, ya'ni o'sha tosh davri deyiladi. Tosh davri deyilishiga sabab asosiy mehnat qurollari toshdan iborat bo'lganligi uchun tosh davri deyiladi. Bu yerda ana shu toshlardan yasalgan qurollarni ko'rishimiz mumkin. Bular nukleuslar deyiladi, ya'ni kichik mayda mikrolit tosh qurollari. Pastda esa paleontologik topilmalar. Bu yerda biz dengiz tipratikkanini, paprotnik, chig'anoq va o'simlik yaproqlarini, izlarini ko'rishimiz mumkin. Bularning barchasi mana shu arxeologik qazishma ishlari natijasida yurtimiz bo'ylab topilgan. Bu yerda biz ana shu yuqorida aytib o'tgandek tosh davrida yashagan insonlarning yashash muhitlarini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu yerda pitekantroplar, neandertallar va kromanyonlarni ko'ramiz. Eng qizig'i bu neandertallar yashagan davr hisoblanadi. Nega desangiz, mana shu ular yashagan davrda muzlik davri boshlanadi. Buyuk muzlik davri boshlangandan so'ng ular issiqroq va xavfsizroq joylarni qidirib, o'zlarining yashash muhitlarini sekin-asta g'orga ko'chirishadi. Bu yerda sekin-asta olov yoqish va hayvon terisidan kiyim-kechak tayyorlashni boshlashadi. Bu degani, ya'ni tabiatning o'zi ularni sekin-asta aqlini rivojlantirib borgan. Bu yerda esa kromanyonlarni ko'rishimiz mumkin. Kromanyonlar bular qaddi qomatini tikka tutib yurgan insonlar hisoblanadi va ular birinchi bo'lib qoyatosh suratlariga rasm tushirishni boshlashgan. Muzey zallarida qadim zamonlarda yashagan hayvonlarning skeletlari, turli qushlar va hayvonlarning namunalari alohida qiziqish uyg'otadi. Muzeyimizning eng qiziq va noyob eksponatlaridan biri bu mamutning son suyagi, jag' tishi, terisi va teri osti yog'i hisoblanadi. Bu noyob eksponatimiz bizning muzeyimizga muzeyning 100 yilligiga 1976-yilda rossiyalik olimlar tomonidan sovg'a qilingan. Bu mamutning o'zi suyak qoldiqlari 1901-yilda Yoqutistonda fermerlarning yerga ishlov berishi jarayonida topib olingan. U fermerlar bu katta suyaklarni ko'rib, biz dinozavrlarning qoldiqlarini topib oldik deb quvonishadi va mutaxassislarga murojaat qilgandan so'ng mutaxassislar aniqlashadiki, bu mamutning suyaklari. Keyinchalik mana shu son suyak, jag' tish, terisi va teri osti yog'i bizning muzeyimizga sovg'a tariqasida topshiriladi va bugungi kungacha bizning ekspozitsiyamizdan o'rin olgan noyob eksponatlarimizdan biri hisoblanadi. Bilamizki, mamutlar yo'qolib ketgan hayvon hisoblanadi. Mamutlarning bugungi kundagi avlodlari bu fillar desak bo'ladi. Fillar 2-2,5 metrgacha bo'ylari bo'ladigan bo'lsak, mamutlar ancha yirik bo'lgan. Ularning bo'ylari 4-4,5 metrgacha yetgan. Yer sayyorasining boshlang'ich hayot jarayonlari juda ham qiziq, rang-barang bo'lgan. Buni biz Yura davrida ko'rishimiz mumkin. Bundan 200 million yil oldin Mezozoy erasida Yura davri bo'lgan. Ana shu davr eng qiziqarli va flora fauna dunyosi juda ham boy bo'lganligini biz tarixdan ma'lum bu narsa bizlarga va dinozavrlarning bugungi kungacha bizning davrimizgacha yetib kelmaganligi, ularning yo'qolib ketishi bo'yicha turli xil farazlar, nazariyalar bor. Lekin bularning eng asosiy ilmiy asosga ega bo'lgani bu meteoritlarning yerga tushishi. Ya'ni bu meteorit yomg'iri deyiladi, chunki ularning soni juda ham ko'p bo'lib yerga tushgandan so'ng juda ham katta talofatlar yuz beradi, ofatlar yuz beradi. Vulqon otilishi, yer silkinishi, hattoki tsunamilar, yer yorilishi, mana shu yerlar yorilishi, zilzila natijasida mintaqalarning ajralib ketishi yuz bergan. Keyinchalik eng katta talofat bu o'simlik dunyosiga bo'lgan. O'simliklarning kamayib ketishi natijasida o'txo'r bo'lgan dinozavrlarimizning ozuqa zanjiri uzilgan. Ya'ni u o'txo'r dinozavrlarimizning qirilib borishi natijasida yirtqich hayvonlar, bilamizki, bu tabiatning oltin qoidasi. Ya'ni yirtqichni hech qachon yemaydi. Yirtqich har doim yirtqich bo'lmagan o'txo'rni yeydi. Ana shu o'txo'rning kamayib ketishi natijasida yirtqichlar ham kamayib ketishni boshlagan. Ya'ni yuqorida aytib o'tgandek, ozuqa zanjirining uzilishi natijasida 100 yillar davomida dinozavrlarimiz qirilib ketgan. Lekin bugungi kungacha ba'zi bir reptiliyalar, timsoh,
boshqa sudralib yuruvchilar bugungi kungacha evolyutsiyaga uchragan holatda bugungi kungacha yetib ketishdi. Har bir o'simlik, har bir hayvon, hatto kichkina hasharotning ham tabiatda o'z o'rni bor. Ular bir-biri bilan bog'liq holda yer yuzidagi hayot muvozanatini saqlab turadi. Shuning uchun tabiatni asrash, daraxt ekish, suvni tejash va atrof muhitni ifloslantirmaslik har birimizning vazifamizdir. Eng ajoyib ekspozitsiyamizdan biri To'qayzor diorammasi. Ushbu diorammada siz To'qayzorda o'suvchi o'simliklar, hattoki u yerda yashovchi jonivorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Ushbu yerda birinchi bo'lib Turon yo'lbarsini ko'rasiz. Turon yo'lbarsi katta mushuklar hisobiga kirib, hattoki gepard, qoplon va sherdan ham katta hisoblanadi. Yo'lbarslarning yo'l-yo'lligi xuddi insonlar barmog'i kabi takrorlanmas hisoblanadi. Yo'lbarslarni bitta sakraganda uzunligi 10 metrgacha sakraydi va bundan tashqari muhim faktlardan biri juda ham zo'r suzishadi. Ushbu To'qayzor diorammasida biologik xilma-xillik, bu yerda ozuqa zanjirini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni yovvoyi mushuk, ko'l buqasi, qirg'ovullar, tulki har biri, ya'ni yashash tarzi bir-birini ovlab hayot kechirish tarzini ham ko'rasiz. Keyingi eksponatimiz qo'sh oyoqlar bo'lib, juda ham antikvar eksponatlarimizdan biri. Sababi ular tabiatdan juda ham beozor, lekin yashash tarzi juda ham qiziqarli. Oddiy suv ichishini aytadigan bo'lsak, dumchasi uzun va uchida chiroyli momiqchasi bo'lib, suvga botirib o'sha dumi orqali suv ichar ekan. Shu sababli ham eksponatlarimiz ajoyibligi uchun ham barcha tashrif buyuruvchilar soatlab mazza qilib tomosha qilishadi. Bundan tashqari boshqa eksponatlarimizdan biri saqoqush. Saqoqush ham chiroyli eksponatimiz bo'lib, jingalak saqoqush, pushti saqoqush turlariga bo'linadi. Bizning muzeyimizda ham ikkita turi bor. Ushbu jingalak saqoqushimiz baliqlar bilan oziqlanadi. Qopini o'zida bemalol suv va baliqlarni olib, o'zini uyasiga ham uchib ketishi mumkin. Bundan tashqari boshqa eksponatlardan g'oz, o'rdak, ko'l buqasi va botqoq buqtargisini ham ko'rishingiz mumkin. Botqoq buqtargisi yirtqich qush bo'lib, aynan burgutlar bilan bitta buni turi botqoqda yashaydi va go'shtxo'rlar sifatida bo'lib, botqoqlikdagi go'shtlar bilan oziqlanadi. O'zbekiston hududida cho'l qismi asosiy e'tiborga loyiq joy hisoblanadi. Ushbu zonamiz ham aynan bizda cho'l qushlari hisoblanadi. Birinchi eksponatni ko'rishingiz mumkin. Ilonxo'r burgut. Ilonxo'r burgut o'z nomi bilan ilonxo'r hisoblanadi. Tik qoyalarda yashaydi, ilonlar bilan oziqlanadi. Keyingisi oq boshli qumoy. Oq boshli qumoy juda ham yalqov qush. Hech qachon o'zi oziqasini tutib yemaydi. Boshqalar tutib tashlab ketgandan keyin esa o'sha oziqa bilan oziqlanadi. Lekin bir sababli yaxshi tarafi bor, umuman tashlandiq oziqalar yerda qolmaydi. Ya'ni tabiatga ham bir taraflama foyda keltiradi. Keyingisi tuvaloqlar, eng og'ir uchuvchi qushlar hisoblanadi. Aynan cho'l hududida yerlarga tuxum qo'yadi. Go'shti juda ham shirin hisoblanadi. Shu sabablimi brakonyerlar juda ham ko'p ovlashadi. Aynan O'zbekiston hududida juda ham ko'p bizda hozirda tuvaloqlarni ko'paytirish ishlari olib borilmoqda. Undan keyingisi ham qora quloq. Qora quloq o'z nomi bilan orqa tarafdan qaralganda qulog'i qora ko'rinadi. Oldi tarafdan esa qora ko'rinmaydi. Shu sababli ham qora quloq deb nomlangan. Tunda ov qiladi, tunda faol, sudralib yuruvchilar bilan oziqlanadi.
Keyingisi burgut o'z o'ljasini ustida. Ko'zlari juda ham o'tkir, juda ham yuqoridan bemalol o'ljasini qayoqqa ketayotganini ko'ra oladi. Yana bir tarafi yaxshisi, kasallangan hayvonlarni, ya'ni yugura olmay qoladi, ojiz hayvonlarni birpasda tutib, tabiatga ham kasalliklar tarqab ketmasdan o'ljasini tutib iste'mol qiladi. Keyingisida ham burgutlar, ko'rishimiz mumkin tumshug'lardan ham aynan bizni tashrif buyuruvchilarimiz ko'p yosh bolalar bo'lganligi sababli ularga ko'p ta'kidlaymiz. Qushlarni go'shtxo'r va o'txo'rni bilmoqchi bo'lsangiz, albatta tumshug'iga nazar soling. Tumshug'ining uchlari qayrilib turibdimi? Demak, ular go'shtxo'r bo'ladi deymiz. Ushbu burgutlarimizning barchasini ko'rishingiz mumkin. Tumshuqlari yerga qarab turadi. Tumshuqlari asosiy ozuqasini tutishga moslashgan, ya'ni ularning quroli bo'lganligi sababli ko'proq toshlarga ishqalab, tumshuqlarni o'tkirlab turishadi. Mana bu ko'rib turgan dioramamiz, bu balandtog' dioramasi hisoblanadi. Mana bu dioramamizda biza mana shu tog' va tog'oldi hududlarda uchraydigan hayvonlarni, ular qaysi boshqa hayvonlardan birga yashashligi, ularda hattoki oziqa zanjiri haqida ko'rib gaplashib o'tishimiz mumkin. Birinchi bo'lib Markaziy Osiyoda uchraydigan bo'rini va bu yerda to'ng'izni ko'rishimiz mumkin. To'ng'iz bu ovqat tanlamas hayvon hisoblanadi. Ya'ni nima topsa mana shu bilan oziqlanadi va bitta to'ng'iz 300 kilogacha bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda to'ng'iz O'zbekiston hududida, hattoki Toshkent viloyatida, Bekobod, Bo'stonliq hududlarida uchraydi. Bu yerda esa qo'ng'ir ayiqni ko'rishimiz mumkin. Juda ham qiziq hisoblanadi muzeyimizga kelib qolishi tarixi. Xabaringiz bor, 2024-yilda yurtimiz yangiliklarida e'lon berildiki, Surxondaryo viloyatida o'sha ana shu qo'ng'ir ayiqimiz aholi punktiga kelib, aholiga hujum qildi va uni zararlantirish natijasida u ayiq nobud bo'ldi. Bizni xodimlarimizning sa'y-harakati bilan mana shu ayiq muzeyimizga keltirilib, ekspozitsiya o'rin oldi va to'lim holatga keltirildi. Tepada esa biz ilonxo'r burgutni ko'rishimiz mumkin. Ilonxo'r burgut bu O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan noyob bo'lgan qushimiz hisoblanadi. Mana shu yirtqich qushimiz bemalol reptiliyalar, ya'ni sudrab yuruvchi ilon, katta kesiklarni tutib oziqlanishi mumkin ekan. Yana shunday qiziq holat borki, ilonlarni tutgandan so'ng birinchi qiladigan ishi boshini uzib tashlab, keyin esa tanasini tanovul qilar ekan. Ya'ni bu yerda ana shu bosh qismidagi zahar bezidan qo'rqqan holatda boshini uzib olib tashlar ekan. Bu esa tasqarini ko'rishimiz mumkin. Tasqara bu o'laksaxo'r qushimiz, griflar oilasiga kiradi. Mana shu qushimiz hech qachon o'zi birorta hayvonni tutib ovlab yemaydi. Ya'ni tayyor o'lib qolgan, kasal bo'lib qolgan yoki boshqa biror yirtqich hayvon bo'g'izlab ketgandan so'ng nobud bo'lgan hayvonlarni yeb, tabiatimizni o'lgan hayvonlardan tozalab beradi. Ya'ni bu yana aytiladiki, tabiatning bosh sanitari, ya'ni tabiat tozalovchisi degan nomni olgan. Ya'ni tabiatda o'lgan hayvonlardan tozalab berganligi uchun mana shu nomni olgan ekan. Bu yerda tog' echkisini, silovsin va qorqoplonni ko'rishimiz mumkin. Qorqoploni O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan juda ham noyob bo'lgan hayvonlardan biri hisoblanadi. Nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo, balki dunyo tabiatida kamayib borayotgan tur hisoblanadi. O'zbekiston hududida ham hozirgi kunda Hisor qo'riqxonasida tog' tizmasida mavjud va aytiladiki, hozirgi yangiliklarga ko'ra 20-22 dona juft qolganligi bizlarga ma'lum. Muzeyimizga yaqinda yangi eksponatlarimiz ekspozitsiyamizga kelib qo'shildi. Bular Buxoro xonguli, Buxoro bug'ulari. Hozirgi kunda Buxoroda qo'riqxonada bularni ko'paytirish ishlari olib borilyapti. Nimaga desangiz, mana shu tur Buxoro xonguli aynan yurtimiz hududida juda ham kam qolgan. Hozirgi kunda bunga e'tibor juda ham kuchayapti. Ular asosan shoxlarga qarab turib qadrlanadi, chunki juda ham chiroyli hisoblanadi ularning shoxlari. Bu yerda oq ayiq, qo'ng'ir ayiqni ko'rishimiz mumkin va zebrani ko'rishimiz mumkin. Zebra Farg'ona hayvonot bog'ida tirik holatda mavjud bo'lgan, keyinchalik kasallikdan nobud bo'lgandan so'ng bizning muzeyimizga to'lim holatda keltirildi. Ushbu jozibador eksponatimiz tovus bo'lib, tovuqsimonlar turkumiga, qirg'ovullar oilasiga mansub hisoblanadi. Tovuslar uzunligi 1 metrdan oshadi, og'irligi 4 kilogrammdan oshadi.
Tovusimizni ushbu jozibador chiroylisi erkak bo'lib, uni yonida ko'rimsiz ayol hisoblanadi. Tabiat ham har bir narsani o'zini muvozanatida yaratadi. Ayolining asosiy vazifasi ko'payish va o'zini tuxumlarini go'shtxo'rlardan himoya qiladi. Yerda qo'yadi tuxumlarni chuqurcha hosil qilib, aynan buni vazifasi tuxumini ko'paytirib, himoya qilib ochib chiqish. Erkagi esa har yilda bahor faslida chiroyli raqs tushib, o'ziga juft tanlaydi. Bundan tashqari tovuslar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, tarixga nazar soladigan bo'lsak, hattoki buyuk podshohlar ham baland qasrlarga tovuslarni rasmlarini chizishgan va o'zlarining taxtlariga ham tovuslarni jilokorona tilla suv yurtirib, olmoslar bilan bezashgan. Keyingi eksponatimiz ushbu zalda ko'rishingiz mumkin. O'zining nomi bilan biologiya zalida albatta konservatsiya ho'l preparatlarni ko'rmasdan iloji yo'q. Ushbu eksponatlar eng qadimiy eksponatlarimizdan bo'lib, Yevropadan olib kelingan. Konservatsiya asosida saqlanadi. Formalin o'zining maxsus dorisi bilan saqlanib kelinmoqda. Formalinga saqlanayotganligi sababi yillar davomida o'zining xususiyatini yo'qotmaydi va biologik xususiyatida saqlanib qoladi. Ushbu eksponatlar barchasi haqiqiy bo'lib, o'zini tirik organizmlari bilan saqlanib kelmoqda. Ko'rishingiz mumkin, yuqorida mana skat, dengiz jonivorlari, bu yerda chayon, falanga, tarantula, qoraqurt, sudralib yuruvchilar, turli xil ilonlarni ham, pastki qismda ham baliqlar, hattoki qisqichbaqani ham ko'rishingiz mumkin. Tabiat muzeyining asosiy vazifalaridan biri ekologik madaniyatni shakllantirishdir. Faoliyati natijasida tabiatga yetkazilayotgan zararlar, atrof muhit muammolari muzey materiallari orqali ochib beriladi. Bu esa tashrif buyuruvchilarda tabiatga nisbatan mas'uliyatli munosabatni shakllantiradi. Ayniqsa yoshlar va o'quvchilar uchun muzey ekskursiyalari katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Muzeylarda o'tkazilayotgan ochiq darslar, ko'rgazmalar va ma'rifiy tadbirlar o'quvchilarning bilim doirasini kengaytiradi. Ularni ilm-fanga qiziqtiradi. Tabiat muzeyi darslikdagi ma'lumotlarni amaliy misollar orqali mustahkamlash imkonini beradi. Shuningdek, u o'quvchilarda kuzatuvchanlik, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bizning muzeyimizning asosiy eksponatlari bu hayvon turumlari hisoblanadi. Mana shu ko'rib turgan hayvonlaringiz qachonlardir tirik bo'lgan, lekin biz hech qachon ularni ataylab o'ldirmaganmiz. Bilasizki, hayvonot bog'lari bor, tabiat qo'riqxonalari bor, bundan tashqari sirk bor. Mana shu yerda har xil hayvonlar uchraydi. Shu hayvonlar o'zi yoshi yetib kelib, qarib, kasallikka uchrab yoki birorta yirtqich hayvon bilan jang natijasida nobud bo'ladigan bo'lsa, mana shu hayvonlardan tulumlar yasaladi. Lekin hech qachon ular ataylab o'ldirilmaydi muzey uchun. Taksidermiya soha vakillari bor. Taksidermistlar aynan shu soha vakillari hisoblanadi. Ustoz shogird an'analar asosida o'rgatib keladi. Mana shu soha vakillari mana shu hayvonlarni shunday tulum holatiga keltirish bilan shug'ullanishadi. Muzey fondi yillar davomida boyitib borilgan. Bu turli xil shaxsiy kolleksiyalardan sovg'a tariqasida muzeyga topshirilgan bo'lib, bundan tashqari ilmiy xodimlar tomonidan ilmiy ekspeditsiyalar uyushtirilgan. Yillar davomida mana shu ilmiy ekspeditsiya natijalarida ilmiy xodimlar o'zlarining ilmiy ishlari natijasida turli xil eksponatlar muzeyimizga yig'ib borilgan. Bugungi tabiat muzeyiga bo'lgan sayohatimiz nihoyasiga yetdi. Biz bugun bu yerda tabiatning boyligi, hayvonlar va o'simliklarning xilma-xilligini, yer tarixining million yillik sirlarini yaqindan ko'rdik. Umid qilamanki, bu tashrif sizlarga tabiatga bo'lgan muhabbat, unga mehr va uni asrashga undaydi.